Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz yangi harfni olamiz. Bu harfning ismi qof. Bu harf qotuv qilashak. Yozib qo'yara kerak bular. Agarda alif harfi mana shulay yozilsa, ro harflari oskatadan tushib ketadi edik. Fa harfi yo'lning ust kelishida bir nuqtasi bor dedik. Ham endi yangi harf qof. Ul fa harfina azrak o'xshash. Tik u yo'lning ost kelishine tushib ketashak ayrim yozilganda. Ayrim yozilganda so'zning ozag'ida ham endi onun ikki nuqtasi bo'lar. F harfining bir nuqta, qof harfining ikki nuqta. So'zning o'rtasida nak f simon yoziladi. Ayirmasi yo'q. Shul nuqtasi bilan ayrila. Ham endi so'z ozag'ida mana shulay kelashak. Men mushka bilan yozdim, shunga menim shulay. Sizning daftarda uni tegiz kirib chiqashak inshaalloh. Ham agarda qof harfi fatha bilan kelsa, ul qa deb o'qila. Qot ettirib shulay qa. Kasra bilan kelsa, qo'y. Qo'y. I deb eshitilayotgan o'zag'i. Ikratga tugul i. Qo'y. Ham domma bilan kelganda qu. Qa, qo'y, qu. Ham kitobni ochib ko'rik. Biz sizning bilan o'tgan edik kaf harfini oldan. Mana kaf harfi biz yozgan edik nechka ovoz deb. U yumshoq o'qila. Ka, ki, ku. Kam deb o'qigan edik. Kum deb. Qof harfi u qot ovoz. Qa, qo'y, qu. Zuqo. Qof harfi ozaqda sukun bilan kelganda u mana shulay o'qilashak. U 5 harf, qalqala harfining birsi, 5 harfning birsi. U qalqala harflarına kira. Haliga yozmag'iz. O'zingiz uchun bilirga kerak. Zuqo, qo'yn, qul, qum, qif, qih. Ha harfi so'zning o'zag'ida shulay yozila. Qih. Qalbu. Qablu. Qablu. Fauqu. Mana fa harfi bir nuqta, qof harfini ikki nuqta. Qof harfi ostga tushib ketadi, yo'lning ost kelishini. Mana vav harfi de tushib ketadi, qof harfi de tushib ketadi ostga taban. Fa harfi u yo'lning ust kelishindagina yozilashak. Fauqu. Qalam. Qamar. Lam harfi. Laqab. Qum. 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 Qum.
Ико. Бу әйттек, сукун белән килгәндә каф хәрефе. Ул шулай тибрәндереп укылачак. Ико. Ико тәраба. Ико тәраба. Ияко тәрибу. Ияко тәрибу. Ин qa la ba. Inqalaba. Inqalaba. Yan qa. Yanqa li. Yanqali bu. Yanqalibu. Yanqalibu. Бу сүзләрне күчереп алырга кирәк була дәфтәргә. Бер тапкыр кимендә. Без үзебез укыган вакытта һәрбер сүзне бер юлга язырга куша иделәр. Шуңа күп язган сайын әйбәт. Кем ничек язала. Шуның белән дәрес тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.